Revmatizm bilan kasallangan bemorlarimiz albatta yuraklarini tekshirtirib qo'yishlari shart. Negaki yurakdagi klapanlarning o'lchamlarida torayishlar kuzatilishi mumkin. Buni stenozlar deyiladi meditsina tilida. Buning uchun oddiy ekokardiografiya tekshiruvi orqali yurakning klapanlari baholanadi. Demak, qanday shikoyatlar bo'lishi mumkin desangiz, hansirash, ya'ni yurakning ichki bosimlari o'zgarishi hisobiga hansirash shikoyati kuchayadi. Buni oqibatida demak yurakdagi aritmiyalar paydo bo'lishiga olib keladi. Katta va kichik qonlanish doirasida dimlanishlar kuzatilishi mumkin. Buni oldini olish uchun kardiolog maslahati va ekokardiografiya tekshiruvidan albatta o'tishingiz lozim. Revmatizm bilan kasallangan bemorlarimiz albatta yuraklarini tekshirtirib qo'yishlari shart. Negaki yurakdagi klapanlarning o'lchamlarida torayishlar kuzatilishi mumkin. Buni stenozlar deyiladi meditsina tilida. Buning uchun oddiy ekokardiografiya tekshiruvi orqali yurakning klapanlari baholanadi. Demak, qanday shikoyatlar bo'lishi mumkin desangiz, hansirash, ya'ni yurakning ichki bosimlari o'zgarishi hisobiga hansirash shikoyati kuchayadi. Buni oqibatida demak yurakdagi aritmiyalar paydo bo'lishiga olib keladi. Katta va kichik qonlanish doirasida dimlanishlar kuzatilishi mumkin. Buni oldini olish uchun kardiolog maslahati va ekokardiografiya tekshiruvidan albatta o'tishingiz lozim.